Davlatimiz rahbarining 2025-yil 28-noyabrdagi tegishli qaroriga muvofiq joriy yildan boshlab yurtimizda eng yaxshi soliq to'lovchi mahalla nominatsiyasi joriy etildi. Unga ko'ra g'olib deb topilgan mahallalar nafaqat e'tirof etiladi, balki 2 milliard so'm miqdorida moliyaviy rag'batlantiriladi. Ayni paytda Surxondaryo viloyati mahallalari ham mazkur yuksak nom va mukofot uchun astoydil harakat qilmoqda. Belgilangan 5 ta muhim mezondan biri aholining mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lashidir. Bu borada yaxshi natijaga erishgan mahallalar aniqlandi. Hozir shu haqda. Surxondaryo viloyatida bugungi kunda 723 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud. Sho'rchi tumanidagi To'la va Zarbdor mahallalari fuqarolari joriy yil uchun hisoblangan mol-mulk va yer solig'ini muddatidan avval to'liq to'lab, mahalla ahli haqiqiy fuqarolik pozitsiyasini ko'rsata oldi. 2026-yil uchun ushbu mahallalarda soliq to'lamagan birorta ham xonadon qolmadi. Tumandagi birgina To'la mahallasi aholisi uchun joriy yilda hisoblangan 1 milliard 585 million so'mlik soliq to'lovlari va o'tgan yilgi 16 million so'mlik soliq qarzdorliklari to'liq undirilib, reja 100% ga ortig'i bilan bajarildi. Hozir kunda mahallamiz 2026-yil soliqlarni 1 so'm qarzsiz 100% ga bajardi. Bunga erishish uchun mahalla yetiligi hammamiz hamkorlikda har bir xonadonga tushuntirib, biz to'lagan soliq mahallamiz ravnaqi uchun qo'shadigan hissamiz ekanligini xalqimizga tushuntirib 100% bajardi xalqimiz. O'tgan yil 2025-yilda ham respublikada birinchi bo'lib soliq rejalarini 109% ga yopgan edik. 7 ta ko'chamizga asfalt to'shaldi, xalqimiz bundan mamnun. To'lagan soliqlarimizning 10% o'zimizning mahalla byudjetimizga kelib, mahalla infratuzilmasini rivojlantirishga yana katta hissa qo'shmoqda. Ichimlik suvi o'tkazdik 4 ta ko'chamizga. Xalqimizning soliq madaniyati kundan kunga yuksalganidan biz xursandmiz. Bunday natijaga mahallaga biriktirilgan soliq inspektori va mahalla yetiligining hamjihat mehnati tufayli erishildi. Mahalladagi xonadonma yurib, mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lashlari, ushbu soliq tushumlari mahallalar obodligi va aholi farovonlik xizmat qilish haqida batafsil tushuntirishlarni olib boryapmiz. Tumanimizdagi 2 ta To'la mahallasi, Zarbdor mahallasi 15-oktyabr sanasini kutmasdan mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida to'lab berishdi. Yana bir mahallamiz to'liq to'lash arafasida turibdi. Eng muhimi, bu mahallalar aholisi soliq madaniyati va yuksak fuqarolik pozitsiyasini namoyon etib, men ham mamlakat va mahallam ravnaqi uchun mas'ulman degan g'oyani amalda isbotlay oldi.